Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Total Commander dasturida ma'lumotlarni bir joydan boshqasiga ko'chirib o'tkazish, ya'ni nusxasini o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun klaviaturadan F5 tugmasini bosib olamiz yoki mana ekranimiz pastki qismida mana F5 kopirovka tugmasi bor. Ishqonchaning chap tarafini bir marta bosish orqali keyingi holatga o'tamiz yoki F5 tugmasini bosamiz klaviaturani. Mana shu oyna kelib chiqadi va OK tugmasini bosish orqali ma'lumotimiz nusxalanadi. Hozirgi holatda bitta ma'lumotni belgilagandik, shuning uchun bitta ma'lumot o'tdi. Keyingi holatda barchasini birdaniga o'tkazib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, klaviaturadan Ctrl va A tugmasini bosamiz. Shu kombinatsiya orqali barchasi belgilanadi. Keyingi holatda F5 tugmasini bosish orqali ma'lumotni nusxasini mana o'tkazdik. Nusxasini o'tkazganimizda o'zimizni eski joyimizda ma'lumotimizni nusxasi qoladi. Keyingisi F6 перемещение degan buyruq bo'lar ekan. Переместить ko'chirib o'tkazish yo qirqib o'tkazish deganga o'xshagan nima. Endi ko'chirib перемещение qilamiz, ko'chirib o'tkazamiz. Ko'chirib o'tkazganimizda ma'lumotlarimiz eski joyida qolmaydi, yangi joyga polni hammasi to'lig'icha ko'chib o'tadi. F6 tugmasini bosgan holatda OK tugmasi bosiladi. Oldin kopiya qilib qo'yganimizni nimasiga sababiga bizga shu oyna ochilyapti. Zamet qilib tashaveramiz. Hammasini zamet qilganimizda mana eski joyida ma'lumot qolmadi, hammasi yangi joyiga ko'chirib o'tkazildi. Faqatgina o'sha siz misol uchun qaysi dasturda ishlayotgan bo'lsangiz ham o'sha dasturda ma'lumot qoladi, ya'ni ochiq ishlanayotgan, ma'lumot qayta ishlanayotgan o'sha ma'lumotingiz qoladi. Hech qanaqa albatta qirqib o'tkazish yoki bu narsani o'chirib olish imkoniyati bo'lmaydi. Savollaring bo'lsa yozib yuborasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.